Qodir aka, sizningcha tarixdagi top 7 ta xiyonatkor sotqinlar qaysilar? 7-o'ringa Brutning do'sti Yuliy Sezarga xiyonati. Brut Yuliy Sezarga nisbatan suiqasd ishtirokchisi va tarixda do'stga xiyonat ramzi sifatida qaraladi. 6-o'ringa Yahuda Iskariot xiyonati. Yahuda Iskariot Iso alayhissalomning shogirdi bo'lib, 30 kumush tanga evaziga Iso alayhissalomni dushmanlarga topshirgan. 5-o'rinda Qoracha hojib xiyonati. O'tiror mudofaasining eng og'ir paytida Qoracha hojib o'z qo'shini bilan shahar darvozasidan chiqib, mo'g'ullarga taslim bo'lgan. Biroq xiyonatkorni mo'g'ullar ham kechirishmagan. Qoracha hojib va uning askarlari to'liq qatl qilingan. 4-o'ringa To'xtamishxonning Amir Temurga xiyonati. Amir Temur To'xtamishxonga Oltin O'rda taxtini egallashga juda katta yordam berdi. Lekin To'xtamishxon xoinlik yo'liga kirib, Misr, Iroq, Turkiya hukmdorlari bilan harbiy ittifoq tuzib, Amir Temurga zarba bermoqchi bo'ldi. 3-o'rinda Benedikt Arnoldning xiyonati. Benedikt Arnold Amerika mustaqillik urushi paytida inglizlar tomoniga o'tib ketgani uchun AQSh tarixidagi eng mashhur sotqinlardan hisoblanadi. 2-o'rinda Temuriylarda bo'lgan Abdullatovning otasi Ulug'bekka xiyonati. Abdullatif otasi Ulug'bek dushmanlaridan til biriktirib, otasining o'limini uyushtirgan. Siz tarixda